Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntiraman. 25 iyulgacha kechiktirmasdan tekshirishingiz kerak bo'lgan ishlar bor va bu ma'lumot deyarli hammani qamrab oladi. Uy egasi bo'lasizmi? Ijara turasizmi? Nafaqaxo'r bo'lasizmi? Talaba, tadbirkor, haydovchi yoki oddiy ishchi bo'lasizmi? Iyul oyidagi o'zgarishlar sizning pulingizga, hujjatlaringizga, kommunal to'lovlaringizga, soliq va jarimalaringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pincha odamga jarima. Ortiqcha to'lov yoki hujjat muammosidan qutulib qolishga yordam beradi. Men bu mavzuni oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida tartib bilan tushuntiraman. Avval oldin qanday edi, hozir nima o'zgaryapti? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi? Va eng muhimi, 25 iyulgacha amalda nima qilish kerakligini aniq aytib beraman. Oldin ko'pchilik odamlar ko'p masalalarni keyin ko'raman. Xabar kelsa to'layman, davlat o'zi biladi. Qarzim bo'lsa aytishadi degan qarash bilan yurardi. Masalan, kommunal to'lovda ozgina qarz qolsa, odamlar uni oy oxirida to'lashga o'rganib qolgan. Soliq kabinetiga kirib ko'rish, kadastr ma'lumotini tekshirish, jarima bor yo'qligini aniqlash, bank kartasidagi shaxsiy ma'lumotni yangilash, imtiyoz yoki nafaqa hujjatlarini tekshirish ko'pchilik uchun odatiy ish emas edi. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Ko'plab tizimlar elektron shaklga o'tdi. Ma'lumotlar bir-biriga ulanmoqda. Soliq, kadastr, bank, kommunal, yo'l harakati, ijtimoiy himoya, sud ijrosi va boshqa bazalar asta-sekin bir-biri bilan solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Agar sizda bir joyda xato ma'lumot turgan bo'lsa, masalan, telefon raqamingiz eski, manzilingiz noto'g'ri, qarzdorlik ko'rinmay qolgan, mulk sizning nomingizda turibdi, lekin siz bundan bexabar bo'lsangiz, muammo birdan paydo bo'lishi mumkin. Oldin odam qog'oz xat kelishini kutardi. Hozir esa xabarnoma elektron kabinetga, SMS ga yoki ilovaga keladi. Siz ko'rmasangiz ham tizimda u yuborilgan deb hisoblanishi mumkin. 15 iyulgacha deyishimning sababi shuki, iyul oyining birinchi yarmi ko'p tashkilotlar uchun ma'lumotlarni yangilash, yarim yillik hisob kitoblarni yopish, kommunal ko'rsatkichlarni solishtirish, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha nazoratni kuchaytirish davridir. Ayniqsa oy o'rtasigacha qarzdorlik, hisoblagich ko'rsatkichi, shaxsiy ma'lumot, imtiyoz hujjati va arizalar tekshirilmasa. Keyin odam nega menga qo'shimcha summa chiqdi? Nega arizam rad etildi? Nega kartamda cheklov paydo bo'ldi? Nega jarima oshib ketdi deb hayron qoladi. Eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, endi bilmasdim degan gap ko'p holatda odamni javobgarlikdan qutqarmaydi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Real hayotda ko'p uchrayotgan holatni tushuntiryapman. Agar sizning shaxsiy kabinetingizga xabarnoma tushgan bo'lsa, siz uni ochmagan bo'lsangiz ham, ayrim masalalarda muddat o'tib ketishi mumkin. Agar kommunal hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida berilmasa, tizim o'rtacha sarf bo'yicha hisoblab qo'yishi mumkin. Agar bankdagi identifikatsiya ma'lumotlari eskirgan bo'lsa, ayrim operatsiyalar to'xtab qolishi yoki qo'shimcha tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Agar soliq yoki jarima bo'yicha qarzdorlik yig'ilib qolsa, keyin uni birdan to'lash og'ir bo'ladi. Masalan, oddiy bir oilani olaylik. Ular oyga elektr energiyasi uchun 20 ming so'm, gaz uchun taqarim 1000 so'm, suv uchun 40 ming so'm atrofida to'laydi. Uyda hisoblagich bor, lekin ko'rsatkichni vaqtida kiritishmaydi. Tizim oldingi oylar bo'yicha taxminiy hisoblaydi. Agar haqiqiy sarf 1.6 kilovat bo'lsa, lekin tizim 2.6 kilovat deb hisoblab qo'ysa, farq kichikdek ko'rinadi. Ammo 3 oy davomida shunday bo'lsa, ortiqcha hisob kitob 100 ming, 200 ming, ba'zan undan ko'proq bo'lishi mumkin. Keyin odam idoraga boradi, dalolatnoma kerak bo'ladi, hisoblagich rasmi kerak bo'ladi, ariza yozadi, navbat kutadi. Vaqt asab, yo'l xarajati ketadi. Shu ishni 15 iyulgacha telefon orqali tekshirib qo'yish esa 10 daqiqa vaqt oladi. Ikkinchi misol, bir kishi avtomobil haydaydi. U 1-2 marta radar yoki kamera jarimasiga tushganini bilmaydi. Chunki SMS eski raqamga ketgan. Jarima 25 kun ichida chegirma bilan to'lanishi mumkin bo'lgan holatlarda u muddatni o'tkazib yuboradi. Masalan, jarima 3,5 ming so'm bo'lsa, vaqtida to'lasa kamroq to'lashi mumkin edi. Lekin xabardan bexabar qolib, to'liq summani to'laydi. Yoki qarzdorlik ijroga o'tadi. Keyin avtomobilni sotmoqchi bo'lsa,
texnik ko'rikdan o'tmoqchi bo'lsa yoki boshqa hujjat ishida qarzdorlik chiqadi. Bunday muammo ko'p hollarda bitta oddiy tekshiruv bilan oldini olinadi. Uchinchi misol, pensioner yoki ijtimoiy yordam oluvchi oilada ma'lumotlar o'zgargan bo'lishi mumkin. Farzand ishlay boshlagan, oila tarkibi o'zgargan. Yashash manzili almashgan, bank kartasi yangilangan, pasport yoki ID karta muddati o'zgargan. Agar bu ma'lumotlar tizimda mos kelmasa, to'lov kechikishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Men bu yerda har bir odam yordamdan mahrum bo'ladi demayapman, lekin ma'lumotdagi nomuvofiqlik to'lovni sekinlashtirishi mumkin. Ayniqsa iyul oyida yarim yillik holat tekshiruvlari ko'payganda bunday xatolar ko'zga tashlanadi. Birinchi navbatda uy-joy egalariga murojaat qilaman. Agar sizning nomingizda kvartira, hovli, yer uchastkasi, noturar joy yoki eski mulk bo'lsa, kadastr va soliq ma'lumotlarini tekshiring. Ba'zan odamlar ota-onadan qolgan uyda yashaydi, lekin rasmiy egasi boshqa odam bo'lib turadi. Ba'zan uy sotilgan, lekin kadastrda o'zgarish to'liq aks etmagan bo'ladi. Ba'zan odamning nomida eski garaj yoki kichik yer maydoni turadi, u esa bundan bexabar. Natijada mol-mulk solig'i yoki yer solig'i bo'yicha qarzdorlik yig'ilishi mumkin. Masalan, siz 2020 yilda kichik dala hovlini sotgansiz, lekin hujjatlarning bir qismi oxirigacha yopilmagan. Siz men sotganman deb o'ylaysiz. Tizimda esa mulk hanuz sizning nomingizda ko'rinishi mumkin. 3 yil davomida soliq hisoblangan bo'lsa qarz chiqadi. Qarz katta bo'lmasligi ham mumkin. Yiliga 1 ming yoki 300 ming so'm. Lekin 3-4 yil yig'ilsa, penya qo'shilsa, odam uchun yoqimsiz holat bo'ladi. Shuning uchun 15 iyulgacha shaxsiy kabinetdan mol-mulk va yer bo'yicha ma'lumotni ko'rish juda muhim. Ikkinchi guruh ijaraga uy berayotganlar. Agar siz kvartirangizni ijaraga bergan bo'lsangiz, shartnoma masalasini tartibga keltiring. Og'zaki kelishuv bugun qulay tuyuladi, lekin ertaga muammo tug'diradi. Ijarachi kommunal to'lovni to'lamay ketishi mumkin. Uyda zarar bo'lishi mumkin. Soliq masalasi chiqishi mumkin. Rasmiy shartnoma esa ikkala tomonni ham himoya qiladi. Masalan, oyga 2 million so'mga kvartira berilgan bo'lsa, shartnomada kim kommunal to'laydi, to'lov qaysi sanada qilinadi, depozit qay tartibda qaytariladi. Uy jihozlari ro'yxati qanday? Bular aniq yozilishi kerak. Aks holda bir oy o'tib, men buni bilmaganman degan tortishuv boshlanadi. Uchinchi guruh yakka tartibdagi tadbirkorlar, kichik do'kon egalari, xizmat ko'rsatuvchilar va frilanserlar. Iyul oyida yarim yillik aylanma, to'lovlar, chek urish, terminal tushumlari, bank o'tkazmalari bo'yicha o'zaro moslikni tekshirish kerak. Men ko'p ko'rgan holat, odam kichik biznesman. Menga hech narsa bo'lmaydi deb yuradi. Lekin bank tushumi bor, plastik orqali to'lov bor, ijtimoiy tarmoq orqali reklama bor, yetkazib berish bor. Agar hisobot chek yoki soliq rejimi noto'g'ri yuritilsa, keyin tushuntirish berishga to'g'ri keladi. Masalan, oyga 3 million so'm tushum bo'lsa, lekin rasmiy aylanma 8 million ko'rsatilsa, savol tug'ilishi tabiiy. Bu darhol jarima degani emas, lekin nomuvofiqlik bor degani. 4-guruh haydovchilar. Jarimalar, sug'urta muddati, texnik ko'rik, ishonchnoma, avtomobil oldi sotisidagi cheklovlar, ijro hujjatlari bo'yicha tekshiruv qiling. Ayniqsa mashinani boshqa odam haydayotgan bo'lsa, jarima kimga kelayotganini bilish kerak. Avtomobil sizning nomingizda bo'lsa, kamera jarimalari ham ko'pincha egaga bog'lanadi. Ukam haydayapti, do'stim olib ketgan. Men o'sha kuni rulda emas edim degan gaplar keyin alohida isbot talab qiladi. Eng oson yo'l ilovalardan tekshirib, mavjud jarimani vaqtida yopish va avtomobildan kim foydalanayotganini hujjat bilan tartibga solish. 5-guruh ijtimoiy yordam, subsidiyalar, nafaqa yoki kompensatsiya olayotganlar. Sizda oila tarkibi, daromad, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili, nogironlik hujjati, bolalar hujjati. Talabalik ma'lumotnomasi o'zgargan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Tizimlar ma'lumotni solishtirganda nomuvofiqlik chiqsa, to'lov tekshiruvga tushishi mumkin. Masalan, oilada bir farzand 15 yoshga to'lgan, o'qishga kirgan. Lekin talabalik ma'lumotnomasi yangilanmagan yoki bank kartasi almashtirilgan, lekin to'lov eski kartaga yo'naltirilgan. Bunday holatda pul yo'qolib ketmaydi, lekin kechikadi. Odam esa bir necha hafta ovora bo'ladi. Agar siz har oy kommunal to'lovlarni tekshirib borayotgan bo'lsangiz, hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida berayotgan bo'lsangiz, soliq kabinetiga kamida oyda bir marta kirayotgan bo'lsangiz, avtomobil jarimalarini ilovadan ko'rib tursangiz, bankdagi telefon raqamingiz
va ID ma'lumotingiz yangilangan bo'lsa, sizda katta xavf ancha kam. Lekin baribir iyul oyida bir marta umumiy tekshiruv qilishni maslahat beraman. Chunki xatolar faqat sizning aybingiz bilan bo'lmaydi. Ba'zan tizimda texnik xato bo'ladi, ba'zan eski ma'lumot qoladi, ba'zan to'lov amalga oshgan bo'lsa ham boshqa hisobga tushib qoladi. Masalan, siz 260 ming so'm elektr to'lovini qilgansiz. Ilovada pul yechilgan. Lekin shaxsiy hisob raqam noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, to'lov boshqa manzilga ketgan bo'lishi mumkin. Siz buni 2 oy bilmay yurasiz. Keyin qarz chiqadi. Bankdan chekni topasiz, kommunal idoraga borasiz, ariza yozasiz. Agar buni bir yilgacha tekshirsangiz, vaqtida tuzatish osonroq bo'ladi. Keyin oy oxiri yoki mavsumiy yuklama paytida idoralarda navbat ko'payadi. Yana bir misol. Mulk solig'ini to'lagansiz, lekin eski pasport ma'lumoti bilan yangi ID ma'lumot tizimida to'liq birlashmagan bo'lishi mumkin. Natijada bitta odamga tegishli 2 xil yozuv paydo bo'ladi. Bu ko'p uchraydigan holat emas. Lekin uchrasa odamni charchatadi. Shuning uchun men hammasini to'laganman deb xotirjam bo'lish yaxshi, lekin men tekshirib qo'yganman degan xotirjamlik undan ham yaxshi. Birinchi nozik jihat, xabarnoma kelmagan bo'lsa ham majburiyat yo'q olmaydi. Ko'pchilik nega SMS kelmadi, demak qarz yo'q deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri yondashuv. SMS kelmasligi mumkin. Telefon raqam almashgan, operator muammosi bo'lgan, tizimda eski raqam qolgan, ilovada bildirishnoma o'chirilgan. Shuning uchun faqat SMS ga tayanmang. Asosiy manba shaxsiy kabinet, rasmiy ilova yoki idoraning ma'lumot bazasi bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, to'lov cheki borligi muammoni avtomatik yopmaydi. Chek juda muhim dalil, lekin unda shaxsiy hisob raqam sana, summa va xizmat turi to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan, suv uchun to'lamoqchi bo'lib, kanalizatsiya yoki boshqa hisobga to'lab yuborish mumkin. Yoki bitta xonadon o'rniga qo'shni xonadon raqami kiritilishi mumkin. Men maslahat beraman, har bir yirik to'lovdan keyin 24 soat o'tib balans yangilanganini tekshiring. 500 ming so'm, 1 million so'm kabi summalarda bu ayniqsa muhim. Uchinchi nozik jihat. Hisoblagich rasmi va ko'rsatkichi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar siz ko'rsatkichni telefon orqali yuborsangiz, rasmni ham saqlab qo'ying. Bugun oddiy telefon galereyasida sana bilan rasm turadi. Ertaga kerak bo'lsa dalil bo'ladi. Masalan, 10 iyul kuni elektr hisoblagich 1205 o'rtum ko'rsatgan. Siz 1205 o'rtum deb kiritdingiz, keyin tizim 12700 taqdim deb hisoblab yubordi. Sizda rasm bo'lsa, masalani tushuntirish oson. Rasm bo'lmasa, men shunday kiritgandim degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. 4-chi nozik jihat. Qarzdorlik kichik bo'lsa ham ayrim operatsiyalarga ta'sir qilishi mumkin. 20 so'm yoki 20 so'm qarz katta summa emas. Lekin u noto'g'ri joyda tursa, hujjat olish, ma'lumotnoma olish, mulkni sotish, avtomobilni rasmiylashtirish, tenderda qatnashish yoki bankda ayrim xizmatlarni olishda savol tug'dirishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, kichik qarzni mensimaslik katta muammoning boshlanishi bo'lishi mumkin. 5-chi nozik jihat. Imtiyoz bor degani avtomatik ravishda hamma joyda tan olinadi degani emas. Masalan, nogironligi bor shaxs, pensioner, ko'p bolali oila yoki kam ta'minlangan oila uchun ayrim imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz hujjati muddati, ro'yxatdagi ma'lumot, ariza holati, bank rekvizitlari to'g'ri bo'lishi kerak. Hujjat yangilanmagan bo'lsa, tizim sizni vaqtincha oddiy to'lovchi sifatida ko'rishi mumkin. Keyin qayta hisob-kitob qilinadi, lekin vaqt ketadi. 6-chi nozik jihat, ijarachi va mulk egasi mas'uliyatni oldindan yozib qo'ymasa, kommunal qarz bo'yicha kelishmovchilik chiqadi. Uy egasi ijarachi to'laydi deydi. Ijarachi ijara puliga qo'shilgan deb o'ylaganman deydi. Shartnomada esa yozilmagan. Natijada 3 oyda 600 ming so'm qarz chiqadi. Uy egasi ijarachini topolmaydi. Shuning uchun kommunal to'lovlar bo'yicha alohida band bo'lishi kerak. Elektr, gaz, suv, chiqindi internet, isitish, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkatga to'lov kim tomonidan va qaysi sanagacha to'lanadi. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Men sizga aniq tartib beraman. Birinchi qadam. Telefoningizdagi rasmiy ilovalar va shaxsiy kabinetlarga kiring. Soliq bo'yicha shaxsiy kabinetingizni tekshiring. Mol mulk solig'i, yer solig'i, daromad bilan bog'liq bildirishnomalar, qarzdorlik, penya va xabarnomalarni ko'ring. Agar tushunarsiz summa chiqsa, uni darhol to'lab yuborishga shoshilmang. Avval summa nimadan chiqqanini aniqlang. Qaysi obyekt, qaysi davr, qaysi hisob turi. Agar haqiqatan sizniki bo'lsa, to'lang. Agar xato bo'lsa, murojaat qiling.
Ikkinchi qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha har bir shaxsiy hisob raqamini tekshiring. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv bo'lsa, issiq suv, chiqindi, internet, domofon yoki shirkat to'lovlari. Hisoblagich bo'lsa, 25 iyulgacha rasmga oling ko'rsatkichni yozib qo'ying va ilova yoki tegishli kanal orqali yuboring. Rasmda hisoblagich raqami va ko'rsatkich aniq ko'rinsin. Agar hisoblagich plombasi buzilgan, ekran ko'rinmayotgan yoki ko'rsatkich sakrab ishlayotgan bo'lsa, o'zingizcha ochmang, mutaxassis chaqiring va murojaat raqamini saqlab qo'ying. 3-qadam. Jarimalar va ijro hujjatlarini tekshiring. Avtomobilingiz bo'lsa, davlat raqami orqali jarimalarni ko'ring. Haydovchilik guvohnomasi, sug'urta muddati, texnik ko'rik muddati. Avtomobil boshqa odamda bo'lsa, ishonchnoma holatini aniqlang. Agar jarima chiqsa, sanasini, moddasini, rasmini ko'ring. Agar siz rozi bo'lmasangiz, belgilangan muddatda shikoyat qilish tartibini o'rganing. Agar jarima to'g'ri bo'lsa, muddatni o'tkazmasdan to'lang. Chunki vaqt o'tgan sari chegirmadan mahrum bo'lishingiz yoki qo'shimcha xarajatga tushishingiz mumkin. 4-qadam, bank ma'lumotlarini yangilang. Bank ilovasiga kiring. Telefon raqamingiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, karta muddati, asosiy hisob raqamlaringizni tekshiring. Agar bank sizdan qayta identifikatsiya so'rasa, uni ortga surmang. Ayniqsa pensiya, nafaqa, ish haqi, stipendiya yoki subsidiya shu kartaga tushsa, karta faol, bloklanmagan, muddati o'tmagan bo'lishi kerak. Bankka borsangiz, ID karta yoki pasport, telefon, karta va kerak bo'lsa ariza uchun ma'lumotlaringizni olib boring. 5-qadam, ijtimoiy yordam va imtiyoz hujjatlarini ko'rib chiqing. Agar siz bolalar nafaqasi, moddiy yordam, pensiya, nogironlik to'lovi, subsidiya yoki boshqa kompensatsiya olayotgan bo'lsangiz, hujjat muddati va ariza holatini tekshiring. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar, ID karta, nikoh yoki ajrim hujjati, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, daromad ma'lumotlari, talabalik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Har bir holat bir xil emas. Shuning uchun sizga tegishli idoradan aynan qaysi hujjat kerakligini aniqlang. 6-qadam, mulk va ijara masalasini tartibga keltiring. Agar uy sizniki bo'lsa, kadastr ma'lumotini tekshiring. Agar ijaraga berayotgan bo'lsangiz, shartnoma tuzing yoki mavjud shartnomani yangilang. Shartnomada ijara summasi, to'lov sanasi, depozit, kommunal to'lovlar, uy jihozlari ta'mirlash mas'uliyati, muddatidan oldin chiqish tartibi yozilsin. Agar ijarada turgan bo'lsangiz, to'lovlarni naqd berayotgan bo'lsangiz ham hech bo'lmasa yozma tasdiq yoki elektron o'tkazma izni saqlang. Ertaga kelishmovchilik bo'lsa, dalil sizni himoya qiladi. 7-qadam, tadbirkorlar uchun alohida tekshiruv. Agar siz ITT bo'lsangiz, MCJ yuritsangiz, onlayn savdo qilsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, iyul o'rtasigacha yarim yillik tushumlaringizni solishtiring. Bank tushumi, terminal, naqd tushum, onlayn kassa cheklari, shartnomalar va hisob fakturalar bir-biriga mos bo'lsin. Agar xodim ishlatsa, mehnat shartnomasi, ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar holatini tekshiring. Masalan, sizda oyiga 50 million so'm tushum bo'lsa, lekin kassa cheklaringiz 20 millionni ko'rsatsa, bu farqni tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Oldindan buxgalter bilan ko'rib chiqish keyingi jarimadan arzonroq. 8-qadam, barcha muhim chek va hujjatlarni bitta papkaga jamlang. Telefoningizda iyul tekshiruv degan papka oching. Kommunal hisoblagich rasmlari, to'lov cheklari, soliq to'lovlari, jarima to'lovlari, ariza raqamlari, bank ma'lumotlari, shartnomalar skanini saqlang. Qog'oz hujjat bo'lsa, rasmga oling. Muhim hujjatlarni faqat messenjerda qoldirmang. Chunki telefon almashtirilsa yoki chat o'chib ketsa, topish qiyin bo'ladi. Agar shaxsiy kabinetingizda noto'g'ri qarz ko'rsangiz, birinchi navbatda vahimaga tushmang. Qarz nimadan chiqqanini yozib oling. Sana, summa, hisob raqam, obyekt nomi. Keyin to'lov cheki yoki hujjatingizni toping. Rasmiy murojaat qiling. Murojaatda hissiyot emas, fakt yoziladi. Masalan, mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha 2024 yil iyun oyi uchun 320 ming so'm qarzdorlik ko'rsatilgan. Ushbu davr uchun 25 iyunda 320 ming so'm to'lov amalga oshirilgan. Chek ilova qilinadi. Qarzdorlikni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozsangiz, javob olish osonlashadi. Agar kadastrda mulk noto'g'ri ko'rinsa, oldi-sotdi shartnomasi, meros hujjati, hadya shartnomasi, kadastr pasporti yoki notarial hujjatlarni tayyorlang. Agar mulk sizniki bo'lmasa,
buni isbotlovchi hujjat kerak bo'ladi. Bu meniki emas degan gap yetmaydi. Tizim hujjatga qaraydi. Shuning uchun eski hujjatlarni toping. Notarius yoki kadastr organiga murojaat qiling. Agar ijtimoiy to'lov kechiksa, avval bank kartangizni tekshiring. Karta faolmi? Muddati o'tmaganmi? Blok yo'qmi? Keyin ariza holatini tekshiring. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat ekanini aniqlang. Ko'p odamlar pul tushmadi deb bankka boradi. Bank esa bizga pul kelmagan deydi. Aslida muammo ijtimoiy himoya tizimidagi ariza yoki ma'lumotnomada bo'lishi mumkin. Shuning uchun zanjirni to'g'ri tekshiring. Ariza, tasdiq, to'lov topshirig'i, bank karta. Agar avtomobil jarimasida xato deb hisoblasangiz, jarima rasmini, vaqtini, manzilini, avtomobil raqamini tekshiring. Ba'zan raqam noto'g'ri o'qilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan avtomobil boshqa odamda bo'lgan, ba'zan belgilar ko'rinishi bo'yicha savol tug'iladi. Shikoyat qilish muddatini o'tkazmang. Muddat o'tib ketgandan keyin haq bo'lsangiz ham masalani isbotlash qiyinlashadi. Men kuzatgan eng katta xato shuki, odamlar tekshiruvni faqat muammo chiqqandan keyin boshlaydi. Aslida 15 iyulgacha bajariladigan ishlarning maqsadi muammoni oldindan ko'rish. Ikkinchi xato, to'lovni boshqa odam orqali qilib, chekni saqlamaslik. Masalan, qo'shni yoki qarindosh men to'lab beraman deydi, pulni oladi. Keyin chek topilmaydi. Uchinchisi, eski telefon raqamini tizimlarda qoldirish. To'rtinchisi, og'zaki kelishuvga haddan tashqari ishonish. Beshinchisi, kichik qarzni e'tiborsiz qoldirish. Yana bir xato, odamlar buni faqat boylar yoki tadbirkorlar tekshiradi deb o'ylaydi. Yo'q, oddiy xonadon ham tekshirish kerak. Chunki kommunal qarz, jarima, karta muammosi, pasport ma'lumoti xatosi. Soliq bildirishnomasi har qanday odamda bo'lishi mumkin. Uyda bitta pensioner bo'lsa ham, bitta talaba bo'lsa ham, bitta haydovchi bo'lsa ham, bitta mulk bo'lsa ham tekshiruv kerak. Bugun kechqurun 30 daqiqa vaqt ajrating. Telefoningizni oling. Avval soliq kabinetini tekshiring, keyin kommunal ilovalarga kiring, keyin jarimalarni tekshiring, keyin bank ilovasida ma'lumotlaringizni ko'ring, keyin uyda bo'lsangiz hisoblagichlarni rasmga oling. Ertasi kuni tushunarsiz joylar bo'yicha idoraga qo'ng'iroq qiling yoki rasmiy murojaat yuboring. Agar hujjat kerak bo'lsa, ID karta, to'lov cheklar, shartnoma, kadastr hujjati, bank rekviziti, ariza raqamini tayyorlab qo'ying. Agar oilada yoshi katta odamlar bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz ilovaga kira olmaydi, SMSni o'qimaydi, shaxsiy kabinet nimaligini bilmaydi. Lekin qarz yoki xato ularning nomida chiqishi mumkin. 10 daqiqa vaqt ajratib onangiz yoki otangizning kommunal, soliq, pensiya kartasi, telefon raqami holatini tekshirib qo'ysangiz, keyin katta ovoragarchilikning oldini olasiz. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, bu ishni o'zingiz emas, buxgalter bilan birga qiling. Buxgalterga hammasi joyidami deb umumiy savol bermang. Aniq so'rang, bank tushumi va kassa cheklari mosmi, soliq qarzi yo'qmi, hisobot topshirilganmi, xodimlar rasmiylashtirilganmi, ijara shartnomasi bormi, yarim yillik aylanma bo'yicha xavfli farq yo'qmi? Aniq savol aniq javob beradi. Demak, 15 iyulgacha eng muhim vazifa shuki, shaxsiy ma'lumotlaringizni, soliq va kommunal qarzlaringizni, jarimalarni, bank kartangizni, imtiyoz hujjatlaringizni, mulk va ijara masalalarini tekshirib chiqing. Bu ish ko'p vaqt olmaydi, lekin vaqtida qilinmasa, keyin pul, asab va kunlab yurishga sabab bo'lishi mumkin. Men sizga qo'rqitish uchun emas. Oldindan tayyor bo'lishingiz uchun aytyapman. Hozir tizimlar elektronlashyapti. Ma'lumotlar tezroq solishtirilmoqda. Shuning uchun har bir odam o'z hujjati va to'lovini nazorat qilishi kerak. Agar siz bugun aytganlarimdan faqat bittasini qilsangiz ham, avvalo shaxsiy kabinetlaringizga kirib qarzdorlik va xabarnomalarni tekshiring. Keyin kommunal hisoblagichlarni rasmga oling. Keyin jarimalarni ko'ring. Mana shu 3 qadamning o'zi ko'p muammoning oldini oladi. Sizda iyul oyidagi o'zgarishlar bo'yicha qanday savol bor? Kommunal to'lov, soliq, jarima, ijara, bank kartasi yoki ijtimoiy yordam masalasida qaysi muammo ko'proq uchrayapti? Fikringizni izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida bilgan odam ortiqcha xarajat va ovoragarchilikdan saqlanadi.